Aziz yurttaşlar, navbatdagi ishimiz ishinin chip bo'ladi. Ya'ni Cobalt'ni zapas kilitining ichida turadi. Ishi narsa bo'lmasa mashina yanmaydi. Ko'pchilik ustalar biladi mana. Mashina zapas kilit qo'yganda ish chipni qo'yib ustdan olib ketish kerak bo'ladi ichini. Zapasli kichkina kilitini hozir mana tekshirib ko'ramiz. Apparatimiz launch. Tak, giramiz. Bizda chip 48 turibdi ekan. Hozir mana bizga chip 46 kerak bo'ladi. Ya'ni Cobalt'larda 46 turadi. Giramiz. 7936 kerak bizga. Ustuna bosamiz. Bo'ldi, yana ustanobga bo'ldi. Yadashdan gitib tekshirib ko'ramiz. Chip 46, bu 7936. Shunda endi buni bemalol Cobalt'da ustanib ketsak bo'ladi, o'qitsak bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, Cobalt'da kilit o'qitish jarayonini bizda yana ko'rib turibsiz. Imoni chip yonib turibdi. Zapas kilit o'qitib beryapmiz. Apparatimiz launch. Xudo xolasa kilit xizmatlarimiz ham bor ozroq. Kelaverasizlar, kilitlaringizni yo'qotgan bo'lsangizlar, dabobga kilit qo'shish kerak bo'lsa.